Atigi bitta optik tola orqali 25 gigabit tezlikni naqd 20 kilometrgacha uzatish mumkin desam, ishonasizmi? Provayderlar uchun magistral kabelni 2 barobar tejash imkonini beruvchi ushbu PixiTech yechimi bilan tanishing. Bular PixiTech brendining SFP28 standartidagi VDM modullari. PixiTech SFP28W3720 va PixiTech SFP28W7320. Ular juft bo'lib ishlaydi, ya'ni ma'lumotni qabul qilish va jo'natish uchun ikkita emas, aynan bitta LC razyomiga ega tola kifoya qiladi. Bu modullar hot swap xususiyatiga ega, o'rnatish uchun ishni to'xtatish shart emas. Signallar bitta tolada qanday to'qnashmaydi? Gap shundaki, PixiTech W37 modeli 1330 nanometrda ma'lumot jo'natib, 1270 da qabul qilsa, uning sherigi PixiTech W73 modeli aksincha harakat qiladi. 1270 da jo'natib, 1330 nanometrda qabul qiladi. PixiTech bilan tarmog'ingiz barqarorligini ta'minlang. Batafsil ma'lumot va buyurtma berish uchun ekrandagi ushbu raqamga murojaat qiling.